Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun kollektiv psixika monopolligi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Agar sizlar mening oldingi qitimqi leksiyalarimni anglagan bo'lsanglar, men u leksiyada qorong'u psixologiya va psixikalik monopol qilish degan temada bir leksiya so'zlagan edim. U leksiyada shu qorong'u psixologiya va psixikalik monopol qilishniki qo'llanish tür doirasiniki 7 ga bo'linganligini tilga olgan. Bu kollektiv psixika monopolligi shu 7 turniki mo'yim bir qismi bo'lib, men bugun bu kollektiv psixika monopolligi degan leksiyada asosligi shu kollektiv psixika monopolligininki alohidligi va uning qadam bosqichlarini so'zlash orqali bizningki shu kollektiv psixika monopolligini tunib yetishimiz va u orqali shu kollektiv psixika monopolligining qurboni bo'lishdan saqlanish, ya'ni boshqalar tarafidan qo'llanishning oldini olish ni maqsad qilgan bo'lib, bu orqali bu shu kollektiv psixikani tunib yetish va o'zimizniki manfaatini qo'g'dash asosliq maqsad qilingan. Tövəndə diqqətinglər bu leksiyanın asosliq mazmuni bo'lsin. Kollektiv psixika monopolligi degan vaqtida jamiyatda bir guruhga yoki bir to'p kishilarga tadrijiy ta'sir ko'rsatish orqali ularni monopol qilib, ularni o'z maqsadiga yetish uchun xizmat qildirishni ko'zda tutadi. Texmi aniq qilib aytgan vaqtida kollektiv psixika monopolligi degan vaqtida ma'lum insonning o'zi arzu qilgan nishon va maqsadga yetish uchun bir guruhga yoki bir to'p kishilarga tadrijiy ta'sir ko'rsatib, ularni ishontirish va qoyil qilish orqali ularni kollektiv monopol qilishni ko'zda tutadi. Kollektiv psixika monopol qilishningki usullari. Birinchi, monopol qilguvchi oldi bilan ba'zi suiqasd nazariyalari orqali o'zi monopol qilmoqchi bo'lgan kishilar yuzlangan masalalarning mohiyatini burmilab, ularning ma'lum kuch va sabablar tufaylidan planliq ziyonkashlikka uchirganligini o'tirg'a qo'ydi. Ikkinchi, umumlikning manfaatiga ziyon soladigan va kollektiv tirishchanlik ko'rsatmasa yengilib bo'lmaydigan dushman yaratib chiqib, ko'pchilikka tahdid his qildirdi. Uchinchi, o'ziga raqobatchi deb qaragan tarafni kollektivning manfaatiga vakillik qilmaydigan, faqat shaxsiy manfaatni o'ylaydigan shaxsiyatchi yoki oldamchi, har xil o'xshamagan ovozlarni bo'lsa, nodon, ahmoq deb tashviq qiladi. To'rtinchi, ko'pchilik yuzlangan masalalarni ko'ptirib o'zining rolini mubolag'a qilish orqali u masalalarni hal qilish uchun ko'pchilikning o'ziga ehtiyojli ekanligini ta'kidlaydi. Beshinchi, kollektiv ichida o'z ta'siri tiklangan va belgilik nüfuz yaratgandan keyin kollektivning talabi, kollektivning orzusi degandeklarni ta'kidlash orqali shaxslarning farqli ovozini chetga qoqidi va bostirdi. Oltinchi, oxirida o'zini kollektivning ovozi va vakiliga aylantirib, kollektivni o'z maqsadiga yetish uchun xizmat qildirdi. Mana bular kollektiv psixika monopol qilishningki usullari va alohidliklari. Qorong'u psixologiya garchi psixologiyaning rasmiy va e'tirof qilingan tarmoqi bo'lmasimi,
Әмма u psixikalik monopol qilishda nihoyatda unumli bir usul bo'lib, kollektiv psixika monopol qilish bo'lsa, qarang'u psixologiyaning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Kollektiv psixika monopol qilish texnikasi va uning unumini tonib yetish boshqalarning bizni psixikalik monopol qilishidan saqlanishda alohida ahamiyatga ega. Biz her doim masalalarni mantiqliq o'ylashimiz va mustaqil tafakkur qilishimiz, boshqalarning bizni qo'llanishidan bizdan foydalanib o'z maqsadiga yetishi va umumlikning manfaatiga ziyon solishdan saqlanishimiz kerak. Mana bu mening bu qisqa leksiyani so'zlashimning asosli maqsadi. Kollektiv psixika monopollik to'g'risidagi bu qisqa leksiyani mishad oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Mening bu leksiyani so'zlashimning asosli maqsad men dastlab ta'kidlab o'tgandagidek mushu o'zimizningki qanday qilib o'z manfaatimizni qo'g'dishimiz va boshqalarningki qo'llanish quroliga aylanib qilishning oldini olish. Yani yaman maqsadli kishilar tarafidan o'zimiz sezmagan holda qo'llanishning oldini olish va umumlikning manfaatiga ziyon solmaslik uchun men bu qisqa leksiyani so'zlab o'tdim. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, ko'rishcha omon bo'linglar.